Siz ham aniq bu o'yinlarni qilib ko'rishni xohlab qolasiz. Rivojlanish uchun 7 kunlik har xil ideyalar. Agar siz ham bu o'yinlarni tayyorlab qo'ysangiz, bu juda ham qulay. Har kuni bitta-bittadan olib farzandingiz bilan bemalol shug'ullana olasiz. Asosiysi esa uydagi bor narsalardan olib foydalanishingizdir. Gubka, tanga, korobka, tugmachalar va shu kabi videoda ko'rsatilgan mayda-chuyda uyimizda bor bo'lgan barcha mahsulotlardir. Muhimi fantaziyalarni yoqib 15 minut vaqt ajratishimizdir. Bu bilan siz mayda va sensor motorikalarni, aqliy faoliyatni rivojlantirasiz. Siz farzandingizni soatlab o'tirib shug'ullantirishim kerak deb o'ylaysizmi? Unda xato qilasiz. Farzandingizni ortiqcha qiynoqlarsiz 15 daqiqagina ajratsangiz, o'shani o'zi yetadi. Mana shu 15 daqiqalik kunlik o'yinlar farzandingizga qanchalik foyda keltirishini tasavvur ham qila olmaysiz. Motorikalarni hayotimiz davomida qanchalik kerak bo'lishi haqida bilishni xohlasangiz, kommentariyalarda plus qoldiring va obuna bo'lishni ham unutmang.